Ota-onangiz tasavvur qiling, to'satdan shunday yuragini ushlab, infarkt yoki bo'lmasam bir tomoni ishlamay qolib, insultdan o'lib qolishni xohlamaysizmi? Hozir sizga videoda bu narsani to'liq qanday qilib oldini olishingiz mumkinligi haqida aytib beraman. Birinchi navbatda, yosh katta bo'lgani sari ko'pchilik farzandlarda orasida shunaqa gap bo'ladi. Ota-onam qarib borib yosh bolaga o'xshab qolyapti. Shunaqangi mehr xohlayapti. Yoshi katta bo'lib turib, xuddi yosh boladan farqi qolmay qoldi. U narsani xohlaydi, bu narsani xohlaydi deb qoladi-ya. Bu narsa bekorga emas. Bu narsa sizga nisbatan ota-onani qanday deb erkaligi yoki bo'lmasam sizga nisbatan bu bolalik qilib e'tibor xohlayotgani emas. Haqiqatdan ham vaqt o'tishi, yosh o'tishi, yillar davomida orttirilgan, qilingan stresslar, harakatlar, uyqusiz tunlar, sizni yoki mana bizni o'qitish uchun ketgan mehnatlari qaysidir paytlari cherish-churish ishlagan, qaysidir paytlari dam olmay ishlagan, qaysidir paytlari uxlamasdan ishlagan paytlari bo'lgan. Bu narsalar vaqt o'tgan sari o'z ta'sirini ko'rsatadi. Chunki bizning tanamiz biz unga qanday e'tibor qaratgan bo'lsak yoki bo'lmasam qanday nagruzka bergan bo'lsak, ana o'shanday javob beradi. U narsa hech qanday chiqib ketmaydi. 20 yil oldin yoki otangiz yoki onangiz xuddi sizdek 30 yoshida, 35 yoshida tetik bo'lgan. Xuddi sizdek hamma ishlarni qilgan. Xuddi sizdek 30-35 yoshida hech qayeri og'rimagan. Tunsiz qancha ishlarni qilgan. Na qon bosimiga shikoyat qilgan, na yuragim og'riyapti degan shikoyatlari bo'lgan. Farzandim, bolam, uyim, joyim deyish uchun harakat qilib yurgan. Boshi og'risa ham xuddi sizdek faqatgina dori ichib qo'yarganda davom etavergan. Bu hammasi o'z ta'sirini ko'rsatib, yoshimiz katta bo'lgandan keyin butun tanani qaqshatib, og'ritib bildirib keladi. Birinchi navbatda nima bo'ladi? Yurak, qon tomir zararlanadi. Qachon daraxt ko'karib rivojlanadi? Qachonki daraxtning ildizi yerga chuqur kirib, ildizi baquvvat bo'lsa daraxt rivojlanadi, to'g'rimi? Bizning o'sha ildizimiz qon tomirlarimiz. Qon tomirlarimiz agar qanchalik mustahkam va qon tomirlarimizni top-toza bo'ladigan bo'lsa, bilingki hech qaysi a'zoyingizda hech qanday kasallik bo'lmaydi. Lekin bu qon tomirdagi hamma aylanma harakatlar yurakka bog'liq. Shuning uchun ham yurakni Ibn Sino bobomiz eng muhim hayotni saqlab turuvchi a'zo sifatida ta'rif berib ketgan. Mana shu yurak va qon tomirining sog'lomligi sizning umringiz qanchalik bo'lishini belgilab beradi. Agar yurak qon tomirni siz qanchalik erta kasallikni oldini oladigan bo'lsangiz, shunchalik uzoq umr ko'rishingizni garovlab berasiz. Buning uchun endi nima qilamiz? Ota-onamiz 50 yoshdan oshgandan keyin, yo'q, 50 yoshi ham juda kech hisoblanadi. 40 yoshdan oshgandan keyin hozir sanab o'tadigan analiz qon tahlillarini hech bo'lmaganda yilda 1 marta yoki 2 marta tekshirtirib qo'ying. Birinchisi bu gamma-sistein analizi. Gamma-sistein analizi amerikanskiy preventivniy meditsinaga ko'ra qon tomirlarining qariyotganini, ya'ni yog'lar bilan mog'orlab ketyaptimi yo'qmi aytib beradigan analiz hisoblanadi. Keyingi analiz yuragimizda yillar davomida charchoq tufayli yurakda ham qarish jarayoni ketyaptimi yo'qmi bilib beradigan analiz natriy uretический peptid. Bu analizning agar normadan yuqori bo'ladigan bo'lsa, bilingki, demak yuragingiz sizning yoshingizga nisbatan ertaroq qarayotgan bo'ladi. Keyingi analiz esa koagulogramma. Bu haqida hammamiz bilamiz. Qonning quyuqlashganini yoki suyuqlashganmi ko'rsatib turuvchi, qonning quyuqlashgan bo'lsa, qay darajada quyuqlashganligini bildirib beruvchi analiz hisoblanadi. Undan keyingi analiz esa lipidniy spektr yoki bo'lmasam lipid profili deyiladi. Bu narsa bizning tanamizda qon tarkibida yomon xolesterinlar, ya'ni mog'orlashga sabab bo'luvchi qon tomirlarining ichi yoki bo'lmasam bu mog'orlashlarni tozalab turuvchi yaxshi xolesterinlar miqdori qanday ekanligini ko'rsatib turadi. Azizlar, o'zingizni va ota-onangizni kasallikni, yurak, qon tomir kasalligini oldini olmoqchimisiz? Sizlarga mana tekin maslahat. Mana shu 4 ta analizni topshirib, 4 ta analizga qarab o'zingizni sog'lomlashtirishga harakat qiling.